92 kilo ozolmayapman. Mani videolarimni tomosha qilingda, ozasiz xudo xolasa. Asablarni joyiga qo'yish kerak, qalqonsimon bezni tekshirish kerak. Endi qarang, mana bunaqa aytaman sizga. Bugun ham bitta bemorga misol qildim-da, qarang, masalan, menga dieta qilyapman dedi, o'sha yerga ozolmayapman, nima qilay dedilar. Men 6 oydan beri ingliz tilini o'qiyapman-da, lekin hello, how are you deb aytolmayapman desam, nima deysiz? Nimani o'qiyapsan deysiz, to'g'rimi? Nimani o'qiding deysiz? Ular 6 oyda sen hello, how are you deya olmasang, nimani o'qiding ingliz tilida deysiz? O'qituvching kim deysiz? To'g'rimi? Qaysi kitobdan o'qiding? Nima bilan qilyapsan o'zi deysiz, to'g'rimi? Bu degani nima deganingiz? Bu degani kimdir menga chiqib shu yerga 6 oydan beri dieta qilyapman yoki har balo qilyapman, ozolmayapman desa, nima qilyapsiz o'zi deyman. To'g'ri qilsangiz, albatta natija bo'lishi kerak. Yo siz vaziyatni noto'g'ri baholagansiz, yoki vaziyatingizni to'g'ri baholasangiz, yechimni noto'g'ri qilgansiz. Yo ikkalasini aralashmasdan iborat muammoingiz bor. Shuning uchun yana bir marta qaytaraman, vazn tasha olmayapsizmi? Nima qilyapsiz o'zi? Shuni aniqlang. To'g'ri qilyapsizmi? O'shani aniqlang.